Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birga biz Grand Mobile'da gubernator bo'ldik. Qaramasam ketdik. Qanaqa bo'lganini ketma-ket aytib beraman. Hozir men liderkani olish ostonasida turibman. Hozir liderkani olaman, reportga yozamiz. ID'imizni 183 deb. Tak, mana bot 183 yuboramiz. Hozir bizga liderlik beriladi. Tak, qarab turamiz. 1 2 3 bot ana liderlikni ham oldik. Liderlik endi bizda gubernator, ya'ni hukumat prezident gubernator bo'ldik qisqasi. Tak, gubernator nimalar qila oladi? Hammasini ketma-ket ko'rsatib o'taman. Tak, hozir emas, lekin keyingi videoda sobestavание hukumatda o'tayotgan har xil vaziyatlar, kortejlar haqida qisqa videolar olib boramiz endi. Tak, hozir biz gubernator bo'ldik. Mana bizni spawn ham qilishyapti. Ana mana gubernator, lavozim rank 10. Tak, tayyordi hammasi. Tak, endi biz ishlashimiz kerak. Gubernatorlikni qanday oldingiz desangiz, men gubernatorlikni obzvon orqali o'tib gubernatorlikni oldim. Tak, sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim yana ko'p. Tak, hozir men sizlarga ko'rsatib o'tadigan narsalarim ham bor. Tak, ular mana dasturlar va sklad. Skladni ochdik. Tak, skladda hozir 23 mingta materialimiz bor ekan. Tak, 23.180 ta material bor. Xo'p, tak. Endi men skladni ko'rsatdim. Endi sizlarga nima bor-u? Nima edi? Zakaz qiladigan o'sha joyini ko'rsataman. Tak, keldik, mana ko'rsatamiz. Tak, mana bunaqa narsalari bor. Mana material buyurtma, aptekalar, davlat balansi, hamma davlat tashkilotni balansi bizga ko'rinib turadi va ularga biz mukofot bera olamiz, ya'ni pul miqdori maksimum 300 ming so'm. Xo'p, ularga har kuni biz material zakaz qilamiz bu joyda. Shunaqa ko'p dasturlar bor. Maksimum 10 mingta, mana maksimum 10 mingta nima bor. Tak, 10 mingta nima zakaz qila olamiz. U bizning fraksiyamiz pulidan ketadi albatta. Tak, sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim tak, hammasini keyingi videolarda ko'rsatib boraman. Hozircha sizlarga xayr. Tak, sizlar bilan birga Alex Grand Mobile. Aytgandek do'stlar, men lider bo'lganimdan keyin albatta hammani mediamerga teleport qilib, hammani vaqtini zo'r o'tkazayapman hozirda. Nafaqat vertolyot, Rolls-Royce'lar, har xil mashinalarda sizlarning kechqurunlari har xil vaqtda video olish uchun mediamerga teleport qilib, shunaqa holatlarni ko'rasiz. Tak, bizda nafaqat video olamiz, nafaqat ishlaymiz, hammasi bizda bir xil qilinadi. Tak, keyingi videolarda hammasi to'liq nimalar bo'lganligini ko'rib borasiz. Hammaga xayr.